Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan qog'ozning turlari haqida suhbat quramiz. Dars o'tamiz. Xo'p, qog'ozning turlari: bosma qog'oz, dekorativniy qog'oz, yozuv qog'ozi, elektrotexnika qog'ozi, qadoqlash va o'ram qog'ozlari, foto qog'oz turlari, papirus va sigareta qog'ozlari, sanitar-gigiyenik qog'oz turlari. Bosma qog'ozlar asosiy xossalariga qarab quyidagicha sinflanadi. Ularga mo'ljallangan bosish usullariga ko'ra. Yuqori ofset va chuqur bosma uchun. Tolali tarkibiga ko'ra sana bilan belgilangan sinflanish. Soft selluloza tarkibida yog'och massasi bo'lgan qog'oz turlari. Bular nomerlar bilan belgilanadi. Soft sellulozadan tarkib topgan qog'oz turlari nomer 1, tarkibida yog'och massasi bo'lgan qog'oz turlari nomer 2 va nomer 3 deb belgilab olinadi. Ishlab chiqarish usullariga ko'ra oqartirilgan va oqartirilmagan. 1 metr kvadratda massa bo'yicha 28 grammdan 320 gramm metrgacha bo'lgan qog'ozlar ishlab chiqiladi. Pardozlashga ko'ra mashina silliqlangan, kalandirlangan va super kalandirlangan, tarkibida pigment qatlami bo'lgan, bo'rlangan yoki yengil bo'rlangan qog'ozlar, xira va yaltiroq qog'ozlar. O'lchamiga ko'ra rulon qilib o'ralgan va varaq qog'ozlar. Bosib chiqariladigan mahsulotlar xarakteriga ko'ra ro'znomabob, kitob oynabop, kartografiya, etiketka va boshqa qog'ozlar. Bundan tashqari, xossalariga ko'ra qog'oz nomeri yonida qo'yiladigan harflar bilan belgilanadigan turlari va markalari bo'ladi. Masalan, nomer 1 A marka, nomer 1 B marka, nomer 2 B marka va hokazolar. Bosma qog'ozlarga qo'yiladigan umumiy talablar quyidagilardan iborat. Qog'ozning strukturasi bir jinsli, yuzasi tekis silliq, bo'yoqni yaxshi qabul qilishi kerak. Yetarli darajada oq bo'lishi kerak. Yorug'likka chidamliligi, noshaffofligi hamda me'yoriy hujjatlarga mos bo'lishi lozim. Qog'ozning qalinligi, zichligi va boshqa xossalari bir xil bo'lishi kerak. Isroflanmaganligi. Bu ko'rsatkich 1 metr kvadrat qog'ozda har qaysisining yuzasi 0,1-0,5 millimetr kvadrat bo'lgan xas cho'plarning yo'l qo'yiladigan soni bilan xarakterlanadi. Namligi 6-8% chegarasida bo'lishi kerak. Qog'oz varaqlari aniq to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lishi kerak. Yetarli mexanik pishiqlikka ega bo'lishi kerak. Qog'oz bosma bo'yoqni yaxshi o'zlashtirishi, mustahkam ustki qismiga ega bo'lishi va bosib chiqarishda changlamasligi lozim. Yuqori bosma uchun qog'oz. Yuqori bosma usuli jarayonida bosish elementlar zonasida qog'oz siqilgan bo'ladi. Ikkita chetida esa cho'zilish kuchlari ta'sirida bo'ladi. Bosma qolip elementlari bilan yaxshi kontakt bo'lishi uchun qog'ozning silliqligi, yumshoqligi va tekisligi katta talablar qo'yiladi. Yuqori bosma uchun mo'ljallangan kitob, jurnalbob qog'ozning vazifalari quyidagicha. Nomer 1. Qog'oz uzoq muddat xizmat qiladigan nashrning
Gap surat matnni mahsulot uchun. Tarkibida shtrixli va tonli ionlarning 481,48 million santimetrgacha bo'lgan rasmlar bilan. Nomer 2. Qog'oz o'rta muddat xizmat qiladigan matnli mahsulot yoki tarkibida kuchli, bichimdagi miqdori ko'p bo'lmagan shtrixli rasmlar. Nomer 2. Qog'oz uzoq bo'lmagan muddatga xizmat qiladigan ommaviy broshura, kichkina bichimdagi mahsulotlar, kalendarlar uchun. Ofset bosma uchun qog'oz. Ofset bosma usulida bo'yoqni qog'ozga o'tishini dekal plastina orqali ta'minlanadi. Shuning uchun qog'ozning silliqligi va tekisligiga talab kamroq qo'yiladi. Yuqori bosma uchun qog'ozga nisbatan. Ofset usulida bosma qolipi namlanadi. Shuning uchun qog'ozning yelinish darajasiga deformatsiya xossalariga talab balandroq bo'ladi. Bosma qog'ozning barcha turlarida ularning yelimlanganlik darajasi, ularning tarkibidagi namligi, mustahkamligi qog'ozning keyinchalik bosish usullariga bog'liq. Qog'oz quyidagi raqamlar va rusumlarda ishlab chiqarish lozim. Nomer 1. Oqartirilgan sellyuloza. Shuni hisobda tolagacha qog'ozdan 80% dan ortmagan holda. Bunda kompozitsiya tarkibida oqartirilgan sellyuloza 80% dan ortmasligi lozim. Nomer 2 va 2A rusumda oqartirilgan sellyulozadan va 50% dan ortmagan sellyuloza moddasi vazniga nisbatan turli xil kompozitsiyadan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lgan tolali yarim tayyor mahsulotlardan foydalaniladi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha 1 yillik o'simliklardan olingan sellyulozadan va mexanik massani turlaridan ham bosma va yozuv qog'ozlari uchun xomashyo sifatida qo'llanilib kelinadi. Bunda daraxtdan olinadigan ko'p yillik yog'och sellyulozasini iqtisod qilish nazarda tutiladi. Nomer 2 va 2B rusumidagi qog'ozlarga oqlangan sellyulozadagi va 50% dan ortmagan oq yog'och massasi qo'shiladi. Bunda ham kompozitsiyada oqartirilgan yog'och massasining turlari biz bilamiz, mexanik massani 3 ta turlari bor. Defibrlangan massa, defibrlangan termomexanik massa va kimyoviy mexanik massa turlari mavjud. Shularni qo'llagan holda ofset, yozuv, bosma qog'oz turlarini ishlab chiqarish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.